Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'konimizga ko'pchilik klientlarimiz va obunachilarimiz so'ragan apparatimizdan yetib keldi. Bugungi video obzorimiz shu apparatimiz haqida bo'ladi. Bu apparatimizni ko'pchilik akalarimiz so'rashgan. Ya'ni bu apparatimiz shpakilovkani shlipovka qiladigan apparatimiz bo'ladi. To'g'riroq qilib tushuntirsak, shpakilovkani najdaklab beradigan apparatimiz bo'ladi. Devorda o'sha shpakilovka tortilgan joylarda silliqlab beradi. Bu apparatlarda ham har xil modellaridan bor. Eng ishonchlisi va eng originali hozir olib kelib qo'yganmiz. Buni to'liq obzorlarni qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelib xarid qilishlaring mumkin yoki zakaz berishlaring mumkin. Komplektdan nima chiqadi, qanday holatda ishlaydi va ishlagan videosini video davomida ko'rsatib boramiz. Ushbu apparatlarimiz TX brendiga tegishli bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. TX brendi motorlari 1100 wattlik bo'ladi. 220 volt tokda ishlaydi. Toklaring 180-190 voltgacha tushib ketsa, bemalol ishlasalaring bo'laveradi. Endi bu apparatimizning ustunlik jihati mana ko'rishlaring mumkin. O'zida chiroqlari bor. Chirog'ini bitta yoqib qo'yib ishlasalaring, ishlaring sifati o'ta tiniqlashadi va bemalol ko'rib turasizlar. Qayta ishlaring chala joyi qolib ketyapti yoki qaysi joyi sal notekisroq bo'lib qolgan. Shunga qarab turib mana o'zida chiroqlari bor. Kulchatir mana shu tepa qismida joylashgan, orqa tomonda. Kulchatirni bitta bosib qo'ysalaring, chirog'i yonadi. Xo'p, mana bu yerda motorni ishlatuvchi kulchatir bo'ladi. Trubkani mana bir-biriga ulasizlar. Ulagan holatda. Endi bizda hozir joy kamligi uchun mana shu holatda ko'rsatyapmiz. Ulab turib ishlataverasizlar. Yana kaltalik qiladigan bo'lsa, bu yerda yana alohida trubkasi bor. Uni ulab olsalaring bo'laveradi. Jami uzunligi 1,5 metrdan o'tib 2 metrgacha boradi. Undan keyin komplektning narsasi o'zini mana najdagi qog'ozlari, endi bu zavodskoylari. Undan keyin shilangchasi, o'zini bu yerda qopchasi bor. Shilangni uchiga qopni shunday ulab olsalaring, bu yerda to'plagan musorlarini o'zi ichidan kelib turib qopni ichiga tashlab beradi. Undan keyin alohida spisovkasi, bu yerda formasi bor. Formasini bitta kiyib olib turib ishlasalaring, changimaydi. Changisa ham ustuvochlaringga shu chang o'tirib qolmaydi. Mana shu formalarga chang o'tiraveradi. Keyin bu formani bitta qo'yib yuborsalaring bo'ldi. Bemalol ishlasalaring bo'laveradi. Bu ham TX brendiga tegishli komplektiga qo'shib beriladi. Keyin o'zini ключlari va garantiya qog'ozlari bo'ladi. Mana shu holatda komplekt holatda bo'ladi. Garantiyalari beriladi. Ushbu apparatlarimiz kimga kerak bo'lsa, bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Do'konimizda barcha turdagi qurilish texnikalari bor. Svarka apparatlari, kraska, lak, emulsiya sepish uchun Wagner apparatlarimiz, trambovka apparatlarimiz, beton kesadigan vertolyotlarimiz, armatura bukadigan har xil turdagi stanoklarimizdan mavjud. Ko'pchilik akalarimiz mana shu apparatlarimizdan so'ragan edi. Bu apparatlarimiz ham yetib keldi. Narxlari o'ta arzon narxlarda chiqarib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. Kafolatlari bor. Eng sifatlisi faqat bizda. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Like bosib, kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar.